yo'l Surxondaryo viloyati Boysun tumanidan o'tgan yangi betonka yo'l. Bu yo'lda beshi qiruch radar yo'l belgisi o'rnatilmagan. Shunga qaramasdan bu yo'l patrul xizmati xodimi noqonuniy tartibda radar moslamasini o'rnatgan. Shu radar moslamasi qonuniy qo'yilganmi aka? Transport vositalari harakati tez ko'ryapsiz-ku, bugun transport vositasi joyiga. Shunday to'g'ri, u gapingiz ham, to'g'ri. Hozircha ishlab turibdi, fuqarolar o'rgatish uchun. Radar moslamamizni qo'yamiz, qonuniy qilib, yo'l belgilarini o'rnatamiz, 70 chizaklarni qo'yamiz. Faqatgina biroz test rejim o'sha hududga olib borsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan maqsad qo'ygan. Yo'q, hozir mana shu holatda, yoniq holatda ishlab turibdi. Ishchi holatda o'rnatildi. Bitta sertifikatini ko'rib o'raylik radarda aka. Radar sertifikatimi? Davlat xizmat guvohnomangizni ham bitta ko'rib o'raylik aka. Ichki ishlar bo'lmay 88-modda yozilgan. Saftor CC jo'rayim, amal tashkilotini ko'rib o'raylik aka. Saftor Jo'rayev Sanjar Saidog'li 2004-yil. Qanday holatda bo'lsa ham 2027-yil 17-martgacha amal qiladi. O'lchash vositasini qiyoslash guvohnomasi. Nimalarga murojaat qilaring? Bu haydovchilarni tepadan pastdan keladi. Mana bu tushib o'tdi-da mana. Nima tushgan desa? Misol tushib o'tdi. Bormaydi-ku testiy rejim bo'lgandan keyin. Hali lokatsiya, tuman, hudud kiritilmagan-ku. Endi qarang, bu radarning noqonuniyligi Vazirlar Mahkamasining 318-sonli qarori har qanday statsionar radar moslamasidan 250-500 metr oralig'ida radar yo'l belgisi bo'lishi shart. Bu degani beshi qiruch yo'l belgisi bo'lishi kerak deyilgan. Kimda-kim mana shu Surxondaryo viloyati Boysun tumanidan o'tgan yangi betonka yo'lda radarga tushgan bo'lsa, bemalol sud tartibida bu jarimani bekor qilsa bo'ladi. Chunki bu yo'l patrul xizmati xodimini o'zi aytib turibdi-ku, haydovchilarni o'rgatish uchun bu radar moslamasi qo'yilgan. Noqonuniy jarima yuborilmaydi deb aytib turibdi bu xodimni o'zi. Men bu videoni o'zim uchun oldim. Kelgusida menga bu radar moslamasi bo'yicha noqonuniy jarima kelsa, men bemalol videoni ilova qilib sud tartibida bekor qilishim mumkin.